Men vazirgacha chiqdim, nimaga berilmaydi? Yo bizda bu operatsiya qilinadimi desam, yo'q deyapti. Yo'q bo'lsa nimaga bermaysizlar desam, bilasizmi? Aynan o'sha Respublika onkogematologiya bolalar bo'limida ishlovchi mutaxassis menga bilasizmi qanaqa javob berdi? Biz shunaqa operatsiyalar o'tkaziladi deb prezidentga va'da berganmiz. Qo'limizdan kelsa, kelmasa buni qilib ko'rishimiz kerak deyapti-da. Ya'ni bolani nimasi bilan Pul topdingizmi? 20 ming dollar pul topgan bo'lsangiz bering. Men ham qilib ko'raman shuni. Dedim. Bola sizga tajriba quyonchasimi dedim. Yo uchinchi ko'zi bormi? Peshonasidan ochib qo'yasizmi uchinchi ko'zini deganimdan keyin to'palang qilib tashlaganimdan keyin o'sha bitta spravkani berishdi va o'sha bola Hindistonga ketib, proton terapiyasi bilan ko'z nuri saqlanib qolindi. U bilasizmi, bunaqa voqealar juda ham ko'p-da.